Bizda sport xabarlari. Barsada yilning eng yomon o'yini. PSG ham zo'rg'a yarim finalga chiqdi. Batafsilli videoda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va video roligimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz boshladik. Dastlabki o'yinlarda qulay hisoblarda g'alaba qozongan Barselona va PSG kambek qurboni bo'lgani ham mumkin edi. Grisaning hat-triki yarim final uchun yetarli bo'lmadi. YChL chorak final janob Barselona Chempionlar Ligasi yarim finalida, ammo Dortmundning Borussiya klubi futbol olamini aql bovar qilmas kambek bilan lol qoldirishga sal qoldi. Kataloniyaliklar yil boshidan buyon ilk bor mag'lubiyatga uchradi. O'yindan oldin Barselona posboni Shchensi Chigalyozda mashg'uloti chog'ida qo'lini shikastlab olgani va barchadan oldin kiyim almashtirish xonasiga ketgani haqida xabar paydo bo'lgandi. Shunga qaramay, ushbu polyak boshlang'ich tarkibda o'rin oldi. 4-daqiqadayoq Borussiya Shchensini tekshirib ko'rdi. Bayerning zarbasi darvoza sohasiga to'g'ri bordi, lekin zarba ancha uzoqdan berilgandi va Voyseh bu to'pni bir qo'li gips holatida ham qaytarishi mumkin edi. O'yin debyutida Barselona to'pni nazorat qilishga urindi, ammo Borussiya bor kuchi bilan harakat qildi va raqibiga o'yinni bermadi. Bu oraliqda Ispaniya chempionati peshqadamini umuman o'ziga yaxshi o'xshamadi. 7-daqiqada Coutinhoning Gavi bilan to'qnashuvidan keyin kataloniyaliklar penaltidan qutulib qoldi. Ammo bir necha daqiqa o'tib Shchensni Grossni yiqitib qo'yganidan hech narsa Hansi Flick jamoasini jazodan qutqara olmadi. Video takror darvozabonning faolini ham, Gross ofsaydida bo'lmaganini ham tasdiqladi. Grassi esa penaltini original uslubda ijro etdi, faqat u penalti zarbasi bilan to'pni to'sin ostiga yo'lladi. Endi bu galdagi navbatni PSJga bersak, Aston Villa va PSG o'rtasidagi javob uchrashuvida ham shiddatli kechdi. Parij shunchaki kuchliroq. Birinchi o'yindagi 2 gol farqi bilan Angliya javob o'yindan oldin yetarli bo'ladigan ko'ringandi. Qolaversa, PSG ikkinchi uchrashuvni nafaqat kuchli boshladi, balki vaziyatlardan foydalanishdan sovuqqonlik bilan namoyish etdi. Birminghamliklarda avvalgi barcha narsada uzilish bo'ldi. O'yin boshlanishi arafasida tashkilotchilar musiqani adashtirib yuborishdi va butun stadionga Chempionlar Ligasi o'rniga Yevropa Ligasi madhiyasi qo'yib berildi. Bu shunchaki ovoz operatori xatosi bo'lgani tayin, ammo internetda darhol Emery Yevropa Ligasi qiroli, Yevropadagi ikkinchi darajali turnirning 4 karra qiroli ekanini eslatib, bu o'ynagan hiyla ekani haqida memlar keng tarqala boshladi. Futbolchilar bunga turlicha reaksiya ko'rsatishdi. Parijliklar o'zini noqulay sezishdi, inglizlar esa tabassum qilishdi. Aftidan ular o'z murabbiyini sevimli turnir madhiyasini yaxshilikka alomati deb hisoblashgan. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va video roligimizga like bosing.